Avvalambor assalomu alaykum Uchko'prik tumani xalqi va atrof tumandagi insonlar. Uchko'prik tuman markazi Shodlik ko'chasida renovatsiya asosida yangi shodlik loyihamiz boshlandi. Shu loyihamiz asosida sizlarga qisqacha video obzorda tushuntirib beramiz. Renovatsiya asosida bu mana yangi shodlik loyihamizning ko'rinishi. Bu joyimizga maktab, bog'cha, banitsa, barcha davlat tashkilotlari yaqin joyda joylashgan, tuman markazida joylashgan. Bu domlarimizda yaqin kunda qurilish boshlanadi. Sotuvini bugundan boshladik. Bu domlarimizni xohlovchilar naqd pulga, xohlovchilar bo'lib to'lashga, rasrochkaga xarid qilishliklaring mumkin. Naqd pulga xarid qilmoqchi bo'lganlarga albatta bonus skidkalari bor. Oldindan 100% to'lov qilgan mijozlarimiz uchun 1 kvadratning narxini 5 million so'm qilib beramiz. Va nasiya savdoga olmoqchi bo'lgan mijozlarimiz uchun 1 kvadratning narxini 6,5 million so'm qilib beramiz. Albatta bu videoni ko'plab Uchko'prik tuman markazidan dom olaman, kvartira olaman deb yurgan do'stlaringga jo'natib qo'yishni iltimos qilamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hali bu domlarimizni qurilish jarayonlarini ham birma-bir bosqichma-bosqich ko'rsatib o'tamiz. Pastda raqamlar qoldirib o'tamiz. Qo'shimcha ma'lumotni raqamlardan olishliklaring mumkin va bizni sotuv ofislarimizga kelib yanada to'liqroq ma'lumot olishliklaring mumkin. Bu yangi shodlik loyihasi asosida ofisimiz manzili Uchko'prik tuman markazida eski Asmo supermarketda oldidan Shodlik ko'chasiga kirganda chap qo'lda joylashgan ofisimiz manzili. Bemalol kelib o'zlaringga kerakli uyni xarid qilib, bron qilib qo'yishliklaring mumkin. Do'stlar, e'tiborlaring uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.